Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi umumiy fizikadan o'tadigan mavzuimiz real gazlar. Mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat: gazlarning ideallikdan chetlanishi, Van der Waals tenglamasi va uning tahlili, kritik holat, eksperimental izotermalar, real gazlarning ichki energiyasi, Joule-Thomson effekti. Biz bilamizki, o'sha Mendeleyev-Klaperon ideal gazlar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, bu bosim uncha yuqori bo'lmagan va temperatura esa yetarlicha yuqori bo'lgan hollardagina o'rinli. Bosim ortishi va temperatura kamayishi bilan esa bu tenglamada ancha chetlanishlar kuzatiladi. Bosim ortganda gazning zichligi bilamizki, to'g'ri proporsional uning zichligi ortadi. Bu esa molekulyar orasidagi o'rtacha masofaning kamayishiga olib keladi. Shuning uchun molekulyar hajmi ular orasidagi o'zaro ta'sir bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Molekulyarning o'zaro ta'sirini o'sha demak boshqa uni atrofidagi molekulyar ta'sir qilish orqali ko'rishimiz mumkin. Potensial energiyani masofaning funksiyasi sifatidagi ifodasini biz mana keltirib o'tamiz. Mexanikada ma'lum bu. Bu chetlanishlarga o'sha tuzatmalar kiritilgan Van der Waals tenglamasida. Van der Waals tenglamasini keyingi taqdimotlarda ko'rsatib o'tamiz. O'sha tuzatmalarni hisoblab qaosni ochib chiqqanimizda hajmga nisbatan kubik tenglama bo'lib qoladi. Biz bilamizki, matematikadan kubik tenglama bo'lsa 3 ta yechimga ega bo'ladi. Bu yerda bosimni hajmga bog'liqlik funksiyasini keltirib o'tamiz. Ideal gazlar uchun mana shu to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Lekin real gazlar uchun esa o'sha hajmga nisbatan 3-darajali tenglamani yechganimizda bosimda ayni bitta qiymatiga hajmda 3 ta qiymati mos keladi. Mana birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta. Temperatura ortib borishi natijasida yuqoriroq temperaturalarda esa bu 3 ta nuqtalarni bir-biriga yaqin orasidagi masofa yaqinlashib borayotganini ko'ramiz. Va oxirida o'sha shunaqa bir nuqtaga keladiki, bu 3 ta nuqta bir-biri bilan ustma-ust tushadi. Bo'lishi mumkinki, kubik tenglamani qanaqadir bir v minus a ni qaos kubi deb olganimizda 3 ta yechim ham a ga teng bo'lib qoladi. O'sha holda mana o'sha nuqtaga biz kritik nuqta deymiz. Mana kritik nuqtani o'sha bo'lib o'sha qaysi qismlarga qanaqa xususiyatlarga egaligi mana bu grafikda keltirilgan. Endi kritik holat haqida aytadigan bo'lsak, kritik nuqtani kritik temperatura demak shunaqa temperatura ekanki, bunda o'sha oralardagi farq yo'qoladigan holat hisoblanar ekan. Ya'ni o'sha u gaz holatda edi, suyuqlik bilan bug' orasidagi farq yo'qoladi. Demak, real gaz Mendeleyev-Klaperon va tenglamasi gazlar uchun o'rinli edi. Endi u nima suyuqlik bilan bir xil bo'lib qolgan holda, farq yo'qolgan holdagi nuqta kritik nuqta deyiladi. Agar izotermalarni gorizontal qismlarini chetki nuqtalari orqali chiziq o'tkazilsa, moddalar ikki fazali holatdagi sohasini chegaralovchi qo'ng'iroqsima egri chiziqlar hosil bo'ladi. Biz yuqoridagi slaydda ko'rib o'tdik. Kritik temperaturadan yuqori temperaturalarda modda har qanday bosim sharoitida bir jinsli bo'ladi. Bunda temperaturalarda moddani har qancha qisgan bilan suyultirib bo'lmaydi. O'sha Van der Waals egri chizig'i va kritik izotermalarning K nuqtadan chapda yotgan qismi esa o'sha 3 sohaga bo'lamiz. Moddaning bir jinsli suyuq holatlari sohasi shtrix chiziqlar bilan chegaraladik. Qo'ng'iroqsima egri chiziq tagida esa ikki fazali holatning sohasi yotadi. Qo'ng'iroqsima egri chiziq va kritik izotermalarning yuqori tarmog'ida esa o'ng tomonda yotadigan soha moddaning bir jinsli gaz holatini ifodalaydi.
Oxirgi sohada kritik izotermalarning o'ng tarmog'i tagida yotuvchi qismini alohida ajratib, uni bug' sohasi deb atashimiz mumkin. Bu sohadagi har qanday holat gaz holida boshqa holatlardan shu jihatdan farq qiladi. Mana Van der Waals izoterma tenglamasi shunaqa ko'rinishga ega. Demak, Mendeleev-Klapen tenglamasidan farqi unga bosim o'zgargan bosimda ortishidagi tuzatmani kiritib oldik va hajmni kamayishidagi tuzatmani kiritib oldik. Hajm qanday kamayadi degan savol tug'iladi. Masalan, aytaylik, ideal holatda o'sha Mendeleev-Klapen tenglamasiga ko'ra gaz holatini ko'radigan bo'lsak, masalan, aytaylik, katta bir hajmli idishda 3 dona molekula bor. Biz siyraklashtirilgan gazlar uchun olganmiz Mendeleev-Klapen tenglamasidagi holatni. Agar endi u gaz zichlashib ketsa, nima bo'ladi? Molekulalar orasidagi masofa kamayadi va molekulani biron bir sinov molekulasini oladigan bo'lsak, o'sha molekulani egallash mumkin bo'lgan qismlari kamayadi. Chunki hajmni anchagina qismi boshqa molekulalar tomonidan egallangan. Uni o'rniga, boshqa bir molekulalar o'rniga biz qarayotgan molekula o'ta olmaydi. Siyraklashtirilgan gazlarda esa molekulani egallash mumkin bo'lgan holatlari ko'p. O'shanday holda biz aytishimiz mumkinki, gaz zichlashdimi, molekulani egallash mumkin bo'lgan hajm kamaydi. O'sha hajm kamayganini mana shu -b tuzatma orqali kiritib oldik. Bu yerdagi A va B koeffitsiyentlar Van der Waals doimiylar hisoblanadi. U har xil gazlar uchun har xil qiymatlarga ega va bu qiymatlarni tajriba yo'li bilan topilgan. Agar bosim kvadrat metrida newton hisobida, hajm mol kub metr hisobida ifodalansa, A doimiyning birligi newton ko'paytirilgan metrning 4-si taqsim mol kvadrat birlikda, B ning birligi esa metr kub taqsim mol birlikda bo'ladi. B doimiy molekularning o'lchamlari chekli bo'lgani tufayli hajmning molekularning harakat qila olmaydigan qismini aniqlaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, A taqsim V kvadrat tuzatma molekularning bir-biriga o'zaro tortishi tufayli hosil bo'ladigan P ichki bosimni ifodalaydi. Yana shunaqa aytib o'tay, bu demak 1 mol gaz uchun tenglama ifodalanyapti. Agarda biron bir m massali, μ molar massaga ega bo'lgan gaz uchun ko'radigan bo'lsak, bu yoqda m taqsim μ, bu yoqda yana bitta o'sha m taqsim μ oldiga ko'paytma bo'lib o'tadi. Mana shu tenglamada o'sha 1 mol gaz uchun yozilgan. Agar uni z mol gazga mos keluvchi, ya'ni zm taqsim μ ekanligini hisob ko'rsak, v ifodalarini oldiga demak m taqsim μ ni keltirib qo'yamiz. Mana m taqsim μ ni hozir biz z deb belgilab olganmiz. Agar uni m taqsim μ ni qo'yib, yana qaytadan formulani 3-holini yozishimiz mumkin. Endi real gazlarning ichki energiyasi haqida aytadigan bo'lsak, real gazning molekulyar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida molekularning o'zaro potensial energiyasi yuzaga keladi va bu energiya molekular harakatining kinetik energiyasi bilan birga gazning ichki energiyasini hosil qiladi. Biz bilamizki, 1 mol gazdagi molekularning kinetik energiyasi S v ko'paytirilgan T formula bilan ifodalanadi. Ya'ni bu temperaturaga bog'liq, temperaturaning funksiyasidir. Molekularning o'zaro potensial energiyasi ular orasidagi o'rtacha masofaga bog'liq. Shuning uchun potensial energiya v gazning hajmning funksiyasi sifatida qarashimiz kerak va biz bunga ko'ra tenglamani mana shu ko'rinishda yozib oldik. Bu ifodani integrallab va Y potensial energiya uchun yozganimizda biz mana bu ifodaga kelib qolamiz. Integrallash doimiysining qiymatini shunday tanlab olish kerakki, hajm cheksizlikka intilgan vaqtda ichki energiyaning ifodasi ideal gaz ichki energiyasining ifodasiga aylangan bo'lsin. Bundan kelib chiqib integrallash doimiysini 0 ga teng deb olamiz. U holda real gazning ichki energiyasi mana shu formula bilan ifodalanadi.
Bundan ko'rinadiki, temperatura ko'tarilganda hajm ortganda esa ichki energiya ortadi. Joule-Thomson effekti. Joule bilan Thomson gazni issiqlik izolyatsiyasiga ega bo'lgan va ichiga g'ovak to'sig'i bor trubkalardan o'tkazilgan kengayish natijasida temperaturani biroz o'zgarishini payqadi. Temperatura o'zgarishining ishorasi boshlang'ich bosim va temperaturaga qarab manfiy yoki musbat, nolga teng bo'lib qolishi ham mumkin. Bu hodisaga Joule-Thomson effekti deyiladi. Agar temperatura pasaysa, effekt musbat ishorali deb hisoblanadi. Agar gaz isisa, temperatura musbat bo'lsa, effekt manfiy deb hisoblanadi. Mana bu rasmda ham o'sha Joule-Thomson effektiga tushuntirishga doir misol keltirilgan. Cl ko'paytma, demak V hajmni beradi. Gazning kengayishdan oldin egallab turgan hajm V1, keyingi holda esa V2 hajm ekanligini hisobga olib, o'sha bajarilgan ishni hisoblaganimizda, demak P1 V1 minus P2 V2 formula bilan aniqlanadi. Bu ifodani o'rniga demak U2 minus U1 ni qo'yib ham ishni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ya'ni A ni o'rniga demak U1 plus U2 minus U1 ni qo'yapmiz va mos ifodalarini guruhlab olyapmiz. Joule-Thomson tajribasi sharoitida gazning ichki energiyasini emas, balki holat funksiyasi bo'lgan U plus PV kattalikni, demak saqlanishini keltirib o'tadi. Mavzuyimiz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.